Hammaga assalomu alaykum. Jasurbek o'z kanalining obunachilari va YouTube foydalanuvchilari. Chorva ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Va mana shunday Bishkek qo'chqor ishqibozlari. Akalar o'ta noyoblaridan keldi. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Narxi o'ta yengil. Akalar syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga Saidul ayyom, juma hammalaringga muborak bo'lsin deb video syomkalarimiz boshladik. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa 20 dona qo'chqordi. Zo'rodan keldi. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bor ma'lumotini qo'ldan kelganicha berishga harakat qilamiz. Son 20 dona o'ta go'zalidan yetib keldi. Asa boqvoradigan puli yengil variantidan keladi. Qaranglar, mashalloh qo'chqorlar. Bitta odam olib boqvoradigan xonasi akalar. Narxi o'ta qulay. Yangilagan. Hammasini bir joyda olaman degan kelarimizga narxini kelishtirib qulay qilib beramiz. Xo'p, yosh oilaga 8 oylik atrofida qo'chqorlar keldi. Bo'y bastlari 75-80 ga olarasizlar. Soni 20 dona. Hop, yeb ichishini ko'rdim, yeb ichishini sinadik. Yeb ichish o'ta zo'r ekan. Yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Mana bu yerda bunni aqqani, aqsagani yo'q ekan. Ko'ringlar mana. Hammasi Qirg'izistonning shu qo'chqorlari. Qirg'iziston qo'chqoridan olar edim, arzonroq variantidan chiqsa olar edim deb yurgan akalarimiz bo'lsa, mana shunaqasidan keldi akalar. O'ta go'zallardan, noyoblaridan keldi. Narxi ham hamyonbop, asa boqadigan qo'chqorlar akalar. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar, o'ta chiroyli variantda qo'chqorlar. Bu yo'nalishda boqar edim. Shunaqasidan chiqmayapti deb yurgan akalarimiz bo'lsa, mana bunaqalardan keldi akalar. Soni 20 dona, yosh oyligini aytdik, 8 oylik atrofida. Bo'y bastlari akalar 75 dan 80 gacha olaverasizlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, hammasi bir joyda narxi unaqa 4 million, 3 million 900 unaqa narxlar yo'q akalar. Bir joyda oling, 3 million 800 ming so'mdan bo'ladigan realniy narxi. 4 million 39 42 deyish kerak yo'q. Hammasini bir joyda tortaman degan akalarimiz bo'lsa, mana 3 million 800 ming so'mdan bo'ladigan narxi, realniy narxi. Jo'natib yuborga qiziqdim deganlar bo'lsa, aloqa qiling. Qo'chqorlar haqiqiy qarasa yemlab boqadigan qo'chqorlar akalar. Aloqa qilinglar, ishlarni chiroyli qilib bitkazamiz. Yeb ichishini ko'rdim, yeb ichishda umuman muammo yo'q. Mana. Soni 20 dona. Tanlab olishga kelishiladi, hurmatli obunachilar. Mana, qo'chqorlar o'ta zo'r hammasi. Nasa boqadigan qo'chqorlar akalar. Aloqa qilinglar, yoqqan bo'lsa, tirs laykni bosib, aloqa qiling, ishingizni chiroyli qilib bitkazib beriladi akalar. Mana. Qo'chqorlar zo'r. Mana, o'zini qarang. Inshaalloh. Bitta o'tishini, yurishini ko'ringlar mana. Mana bu singan chiqqan, oqsagani yo'q mana. Xolasa behijolat yeb ichiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Bilaman, ham zo'r qo'chqor ekan. Mana, chiqardi qarang, maşalloh. Mana. Tanlab olishga kelishiladi, hurmatli obunachilar. Optimga 3 million 800 ming so'mdan bo'ladigan narxi, uni olib qochib 42, 43 deyishdi kerak yo'q. 3 million 800 ming so'mdan Qirg'izistonda Bishkek qo'chqorlari. Akalar, aloqa qilinglar. Narxi yoqqan bo'lsa, laykni bosib qo'yishim esdan chiqmasin. Videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaning chorvasiga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringga rivoj. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Xudo xolasa tez video chiqarishda davom etaveramiz. Xudo xolasa aloqa chiqaringlar. Qaysi bir yoqqan bo'lsa, ishlarini chiroyli qilib bitkaziladi.